bu rasmni ChatGPT'da yasab olganmiz. U haqiqiy emas. Lekin Folbin shu rasmga qarab ham bu qiz bilan munosabatlarimiz haqida gapirib berdi. Ismi nima? Muattar. Muattar. Bu nechinchi yil? 2003. Ko'p ishonmam ukajon, ko'p ishonmam. Boshiga biror binoyi issiq bo'lgan. Hozirqida o'zi ham gap so'zlari boshqa xilday bo'lmayaptimi? Bor. Gap so'zlari boshqa xilday, nimagadir. Lekin yoniga bir o'zidan kattaroq kimdir bor. O'sha bilan maslahatlashib, nimadir qilib yuradi bular. Boshqa bir dugonasimi apa deb yuradiganmi kimdir bor buni. Yoniga o'sha bilan sizni o'qitirib yuradi ukajon. U sizga Bu qilibdi deysizmi? Ha, bu ham to'g'ri. O xabar biling. Bo'lmaydi. Sizdan oldin kimdir bo'lgan buni. Sizdan oldin kimdir bilan gapirgan. Va sizdan oldin odam bo'lgan. Hozir ham atrofiga bachalab bor. Bir ayol bor, buni qiz bacha emas lekin bu. Da endi. Opa deb o'shacha aytibman, opa deb yuradimi? Kimdir bor yoniga o'zidan kattaroq, o'sha bilan borib eskilik qildirib o'tibdi. Hech kim so'ramaydi. Million beradigan million desam, Folbiningizdan hech kim Xudodan so'ramas. Ana shu ham sizni bir martaga emas, necha marta o'qitib, pullaringizni olib, o'zingizdan o'qitib, ana shunaqa sizni hozir sog'ligingizgacha ta'sir qilgan. Siz boshqa kishini xohlamaysiz. Mana o'zingiz ko'rdingiz, yo'q narsaga Folbin qancha ma'lumotni to'qib chiqardi. Va ularning o'ziga xos fishkasi ham shu aslida. Ya'ni odamni yana qayta kelishga majbur qiladigan qo'rqitish va vahima uyg'otish usuli. Avval muammongizni eshitadi, keyin esa go'yoki sirli gaplar bilan sizni xavotirga soladi. Ish hali tugamadi, yana marosim qilish kerak, yana kelib 400 ming so'm to'laysiz degandek. Ya'ni menga ham xuddi shu gaplar aytildi. Ya'ni siz bir necha kundan keyin kelib o'zingizdagi mana bu dardlarni forig' qilish uchun bizga 400 ming so'm berasiz va biz sizni to'liq ochib qo'yaman dedi. Lekin bularning barchasi yo'q narsa, chunki mana men sizlar bilan birgalikda ko'rsatuvni tayyorlab turibman.